Dostlar, Urganch shahrida Arenda Avto ochildi ekan. Ko'p muxlislarimiz bizga qiziqadi. Hozir bir qator ma'lumot berib o'tamiz. Borimizdan elektromobil. Assalomu alaykum bratlar. Yaxshimisiz? Faqat elektromobil arenda. To'g'rimi axir? Volkswagen bor ekan. Shundan keyin BYD Song Plus. Nechkina beriladi? Shuni bir tushuntirib o'tsangiz. Elektromobillarimiz bularning hammasi pasport, prava и залоговый summa asosida beriladi. Kunlik, yarim kunlik, oylik asnosida beriladi hammasi. Faqat to'qnashillar elektromobillar. Sababi elektromobillarni qo'shishimizdan sabab hozir misol uchun zamon talabi ekologik toza yuriydi. Ham benzinli mashinalarda shunday случайлар chiqib turibdi. Buni ham aytib o'tishim kerak. Misol uchun biri 80 benzin solib paydo beradi. Bu avtomat korobka mashinalarimizni Porsche'larning go'dishine sabab bo'ldi. Shuning uchun biz elektromobillarni qoldirishga qaror etdik. Buni pulni to'ldirib beriladi, tok. Bular mashinalarimiz 100% zaryadka bilan beriladi ki klient qaytarib olib kelajak vaqtida xohlasa 100% zaryadka bizga topshiradi. Bo'lmasa bizning o'zimizning kalkulyatsiyamiz bor. Shu zapravkadan inobat olib, shu misol uchun 50% ishlatib kelsa, 50% ishlatib kelsa 50% pulni berishim mumkin deb aytishim mumkin. 50% valloh hisoblab beradi. Ofisimizda shuni pulni berib qo'yaveradi. Xohlasa. Bo'lmasa to'ldirib kelmasa-da. Tak, nechta dokumentlar kerak dedingiz? Pasport, prava kerak bo'ladi. И залог summa kerak bo'ladi. Necha so'm залог summa? Har mashinamizga har xil. Misol uchun Volkswagen ID4 niki aytadigan bo'lsak, залог summasi 3 million so'm. 3 million so'm залог summa nova kerak desangiz, залог summa bu mashinamizni nima shtrafga tushib qolishi mumkin, chiziq bosishi mumkin. Shunday holatlarda shu залог summadan skidkalar vaqtida to'laymiz klientning roziligini olib. Shuning uchun kerak bo'ladi. Keyin mashinamizni olib kelib topshirgandan keyin 3 ish kunida qaytarib beriladi. 3-5 ish kunida klientlarga залог summa qaytarib beriladi. Bundan tashqari kichkina mashinalar ham bormi? Kichkina mashinalarimiz hozir birsi klient olib kelishi kerak, havasi bor. Changanadi, to'g'rimi? Changan benbenadi. U bir kunlik bahosi 24 soati 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan. Bunikisi? Buniki 1 million 200 ming so'm. 1 million 200. Song Plus xalqimizning sevib haydaydigan mashinalardan birisi BYD Song Plus. Bu 505 kilometr masofani bosadi bir bosqanda. Buni bir sutkalik bahosi 1 million 200 ming so'm. Chetdagi odamlarga berasizmi, yo'qmi? Chet eldan kelib turgan turistlarimiz uchun ham hozirda biz bu uslovlarni yo'lga qo'ydik. Ular уже Xivaga borgandan, Ayasga, Tuprakkalarga borib haydab, уже o'rganib boshladi ular ham. Ular ham beramiz. Keyin bu BYD King degan mashinamiz 450 km. Bam. 450 km yuriydi. Buni sutkalik bahosi 600 ming so'm. Bu 1 million 200. 1 million 200 ID4'imiz. Tak, ya dostlar, kelaverasizlar. Chetdan kelgan bo'lsa, ya bu vodiydan, boshqa yo'llardan nechik bo'ladi? Ular ham shu pasport prava Pasport prava. Azonki 8 da olib ketsam, ertangisi azonki 8 da ikkalaman. To'g'rimi? 24 bir sutkalik bahosini oldim. Bir sutka odam bo'lsangiz, bugun 8 da olib ketsangiz, ertang 8 da kelib topshirasiz. O'tib ketsa nechik bo'ladi? 1-2 soat. O'tib ketsa 1-2 soat o'zimiz shartnomada ko'rsatilgan shtraflari bor. Yo'q-ey. Havo soatli o'tib ketsa shtraflari bor. Agar klient olib turib, misol uchun ertaroqda ogohlantirib, men uspet etolmayman, vaqtini cho'zdirib ber desa, biz cho'zdirib beramiz vaqtlarni. To'ylarga foydasi bo'ladi buni, to'g'rimi? Bemalol to'ylarga xizmat edesangiz. Hisob. Mashina ko'p, assortimentlar. Do'stlar. 12 elektromobilimiz bor. Top-toza bo'lib turibdi-ya. Аккуратный, чистый. Arenda Avto. Hamon telefon nomerlarimiz bor, shu reklamalarimizda ko'rsatilgan telefon nomerlari yo'q. Kim qiziqadigan bo'lsa, bemalol, Mangu birdan yonboshi ko'pirdan tushgan edi. Zanalida o'rtoqlar. Alloh kushatdan chiqmasin. Yozib qo'yarasiz ekranda. Elektromobillar arenda beriladigan do'stlar. Urganch shahrida kelishib olib ketaverasizlar.